AQSh Meksikadagi narko kartellarga qarshi harbiy operatsiya tayyorlamoqda. NBC News nashr ma'lumotlariga ko'ra, operatsiya AQSh harbiylarining Meksikadagi narko laboratoriyalarga zarba berishi va kartel yetakchilarini yo'q qilishini ko'zda tutadi. Biroq rasmiylarning aytishicha, hozircha amerikalik askarlarni Meksika hududiga joylashtirish sharti bo'lmaydi. Ukraina Rossiyaning Saratov viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodiga dron orqali hujum qildi. Shot Telegram kanali manbalarining ma'lum qilishicha, Saratov va Engels shaharlarida aholi havo hujumi sirenalarini eshitgan va havo mudofaa tizimlari ishlagani xabar berilgan. Astra kanali ma'lumotiga ko'ra, hujum oqibatida Rosneft korporatsiyasiga tegishli Saratov neftni qayta ishlash zavodi zarbaga uchragan. Venesuela qurolli kuchlari AQSh bilan ehtimoliy mojaro fonida o'z maxsus bo'linmalarining tayyorligi va imkoniyatlari aks etgan videorolikni e'lon qildi. Belgiyadagi harbiy baza ustida aniqlangan noma'lum dronlar qiruvchi samolyotlar va o'q-dorilarni razvedka qilgan. Politico nashri bu haqida Belgiya mudofaa vaziriga tayanib xabar berdi. Dronlar F-16 qiruvchi samolyotlari va o'q-dorilar qayerda joylashgani, shuningdek, boshqa strategik ahamiyatga ega ma'lumotlarni aniqlash uchun uchib kelmoqda deya ta'kidlagan u. Pentagon rahbari Koreya Respublikasiga keldi. Yonhap agentligi Pete Hegseth ilk bor Janubiy va Shimoliy Koreya o'rtasidagi demilitarizatsiya qilingan zonaga tashrif buyuradi deya xabar bermoqda agentlik. Trump Putin va Si Jinpin o'yin qilmaydigan kuchli va aqlli odamlar ekanini aytdi. Ularning ikkovi ham qat'iy, aqlli va juda kuchli yetakchilar. Bunday odamlar bilan o'yin o'ynab bo'lmaydi dedi Trump CBC telekanaliga bergan intervyusida. AQSh prezidentining boshqa bayonotlari. Yadroviy qurolsizlanish masalasini Putin va Si Jinpin bilan muhokama qildim. Qo'shma Shtatlarda boshqa har qanday mamlakatdan ko'ra ko'proq yadroviy qurol bor. Menimcha, biz yadroviy qurolsizlanish borasida biror chora ko'rishimiz lozim. Yadroviy sinovlar o'tkazish zarur. Bu orqali qurollarning ishlashini tekshirib ko'rish mumkin. Rossiya va Xitoy ham sinovlar o'tkazmoqda, ammo ular bu haqida ochiq gapirmaydi. Shimoliy Koreya esa doimiy ravishda sinov o'tkazmoqda. Boshqa davlatlar ham shunday. Rossiya va Xitoy nafaqat yadroviy qurolni yetkazib berish tizimlarini, balki yadroviy qurollarning o'zini ham sinovdan o'tkazmoqda. Eron hozirda yadroviy salohiyatsiz. Ular bu sohada hech qanday imkoniyatga ega emas deya bayonot berdi Donald Trump. AQSh yadroviy qurollarning bir qator subyektiv sinovlarini o'tkazishni rejalashtirmoqda. Mamlakat energetika vazirligi Chris Wright. Subtrekt sinovlar bu yadroviy materiallar bilan o'tkaziladigan tajribalar bo'lib, ularda zanjirli reaksiya yuz bermaydi va yadroviy portlash sodir bo'lmaydi. Bunday sinovlar yadroviy sinovlarni taqiqlash to'g'risidagi xalqaro shartnomalarni buzmasdan jangovar zaryadlarning holati va ishonchliligini tekshirish imkonini beradi. AQSh harbiylari Karib dengizidagi faollikni 1994-yildan buyon eng yuqori bosqichga olib chiqdi. Reuters agentligi. Agentlik jurnalistlari 2 oy davomida AQSh harbiylarining mintaqadagi faoliyatini tahlil qilib, shunday xulosaga kelishdi. Xususan, sentyabr oyidan boshlab AQSh armiyasi Puerto-Rikodagi 20 yildan ortiq vaqt oldin yopilgan Roosevelt Roads harbiy dengiz bazasini modernizatsiya qilmoqda. U yerda uchish-qo'nish yo'laklariga olib boruvchi yo'laklar yangilanmoqda. Bu qiruvchi va yuk samolyotlari parvozlari sonini ko'paytirish imkonini beradi. AQSh Ukrainadagi urushni 2 oy ichida yakunlaydi. Donald Trump. Oq uy rahbari bu masalada sabri tugamayotganini, Rossiya va Ukrainaga jang maydonida o'z pozitsiyalarini ifoda etish imkonini berish kerakligini aytdi. Shuningdek, Trumpning ta'kidlashicha, voqealarning eng yaxshi rivoji Rossiya va AQSh o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarning kengayishi bo'ladi. Menimcha, Putin biz bilan savdo qilishni, Rossiya uchun ko'p daromad keltirishni istaydi. Bu ajoyib, dedi Trump CBC telekanaliga bergan intervyusida.